alaykum aziz do'stlar. Mana konkurslar noyabrda oxiriga ham yaqinlashib qoldik. Dekabrga polni bir o'nlar olinyapti. Xuddi shunday reyslarda ketish xohlasanglar, davlatimiz tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar. Sananglar 2,5 kunda Primoy Abu Safiya avtovokzaliga kirib boradi inshaalloh. Aziz do'stlar, mana konkurslar bugungi reysimiz noyabrda oxiriga yetib qoldik. Qonuniy reyslarimiz har kuni Moskva shahridan birinchi reysimiz 14:00, ikkinchi reysimiz 17:00. Mana aka, assalomu alaykum aka. Bugun keldinglarmi aka? Bugungi o'zida chiqib ketyapsizlarmi? Allohga adashmasizlar. Mana yurtdoshlarimizga ham nima deb tavsiya qilib o'tasizlar shu avtobus haqida? Qanday yaxshi. Yaxshi. Aytilganicha bor endi. 2020da ham ketgansiz, 20. Постоянный klientimiz ekan, akamiz joyi ekan shu. Allohga adashmasizlar. Mana ko'rtursizlar, mana yurtdoshlarimizdan birma-bir lishni odam olinmadi, akalar. Ko'rib turibsizlar. Ana o'z bileti bilan chiqdi. Как положено, reysli avtobusda jo'nab ketyapsizlar. Yaxshi yetib olinglar akalar, tanlovda adashmasizlar. Rahmat akalar, sog' bo'linglar. Sizlar ham tanlovda adashmanglar.